hammasi yaxshi bo'ladi, Zamira opa. Oldin ham o'sha kechasi ko'chaga chiqadigan odati bormidi? Yo'q, yo'q, hech ham bu nima ish qilsin, nima qo'ysa, qayerga borsa har doim telefon qilib so'rab turardi. Yana shuni qilsam bo'ladimi, buni qilsam bo'ladimi deb so'rar edi. Hech ham bu kechasi chiqmas edi. Bilmayman, bu qanday o'sha kuni kimlarning gapi bilan u ko'chaga chiqib ketdi, bilmayman, birgalikda nima bo'lgan, nima qo'ygan. Madinani telefonida saqlanib qolgan SMS-larda unga o'sha chiqing, ko'chaga chiqamiz birga degan SMS-lar bor, lekin qizim yo'q deb javob bergan SMS-lar ham bor edi deb aytdilaringiz. Shu vaqtda ham tomoshabinlarimizga aytib o'tib keting. Demak, qizingiz haqiqatan ham ko'chaga o'sha oldinlari chiqmagan. Yo'q desa ham kimnidir qistovi bilan birga chiqdi. Shunaqa bo'lgan. Yozuvlarda yur, birga borib ovqatlanib kelamiz deb yozilgan joylari bor. Bu Madina yo'q, chiqmayman, o'zi kun bilan charchaganman ishdan. Chiqmayman degan, shunda ham zo'rlab qo'ymagan. Yur deb. SMS-larda shunday tomonidan yozilgan. SMSlar hammasi o'sha jonidagi sheriklari bo'lgan, o'sha kimdir o'sha birga hozir birga halokatda bo'lgan, o'sha qizning yozuvlari ham bo'lgan.